Ramazon oyida siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan 3 ta firibgarlik turi. Birinchisi, zararli APK fayllar Telegram orqali noma'lum shaxslardan yoki tanishlaringizdan Ehson APK, Taqvim APK va Ramazonga hadya APK ga o'xshagan zararli fayllar kelsa, ularni yuklab olmang. Firibgarlar sizning telefoningizga ruxsatsiz boshqarishi mumkin. Ikkinchisi, soxta ehsonlar. Telegramda soxta kanallar ochib, soxta videolar va rasmlar bilan ehson so'rab, ko'ngli keng ehsonsevar odamlardan bank kartalariga pul o'tkazishni so'raydi. Doimo manbani tekshiring va faqat ishonchli tashkilotlarga yordam bering. Uchinchisi, deepfake videolar. Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on videolarga ishonavermang. Ayniqsa, taniqli ulamolarning videolarini sun'iy intellekt yordamida tayyorlab, havoladan o'tishni targ'ib qiladigan videolarga ishonmang. Все мусульмане в Узбекистане будут зарабатывать от 8 миллионов сумм еженедельно. Shu 3 firibgarlik turidan ehtiyot bo'ling va Ramazon oyini xavfsiz o'tkazing.